Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men G'aniyeva Muhabbat Lutfullayevna Shahrisabz davlat pedagogika institutining pedagogika fakulteti boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasi professor o'qituvchisiman. Hozir biz sizlar bilan husnixat o'qitish texnologiyasi fanidan husnixatga o'rgatishning grafik asoslari mavzusi bilan tanishamiz. Bugungi mavzuyimiz rejasi quyidagilardan iborat. Birinchi, hozirgi o'zbek yozuviga tavsif. Keyingi rejamiz kichik va bosh harflarning yozilishi. Uchinchi rejamiz esa kichik va bosh harflarning tutashtirilishi mavzusilari bilan tanishamiz. Ma'lumki, lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosida 26 ta harf, 3 ta harf birikmasi va bitta tutuq belgisi mavjud. Bu harflarning turli xil katta, kichik, yozma va bosma shakllarga ega. Yozma harflar quyidagi xususiyatlarga ega. Harflarni bosmasdan yozishga, harflarni qo'l uzmasdan tutashtirib bir-biriga ulab yozishga o'rgatamiz. O'zbek alifbosidagi yozma kichik harflar yozilishiga ko'ra quyidagi guruhlarga ajratiladi. Ikki chiziq oralig'ida yoziladigan harflar va ikki chiziqning yuqorisiga ko'tarilib yoziladigan harflarga bo'linadi. Chiziqdan pastga tushib yoziladigan harflar balandligi 7 mm dan iborat bo'ladi. Chiziqdan yuqoriga va pastga tushirib yoziladigan harflar F harfi, ya'ni uni balandligi 11 mm. Bosh yozma harflar yozilishiga ko'ra quyidagi guruhlarga bo'linadi. Yuqoridan boshlab yoziladigan harflar, pastdan boshlab yoziladigan harflarga bo'linadi. Alifbodagi harflar yozilish shakliga ko'ra yozma harflar va bosma harflar deb ikki turga ajratiladi. Bularning bir-biri bilan yozilish shakli va qo'llanish o'rni jihatidan kichik harflar va bosh harflarga bo'linadi. Yozma harflar odatda qo'lda yoziladi. Bosma harflar esa asosan yozuvga oid texnika vositasida, shuningdek qo'lda ham ifodalanadi. Kichik va bosma harflar rasmiy ma'qullangan shaklda bir-biriga tutashtirilmay tik yoziladi. Yozma harflar esa o'ng tomonda 65 gradus qiya qilib tutashtirib yoziladi. Kichik harflar o'ng va chap tomonidan, bosh harflar esa o'zidan keyingi harf bilan tutashtiriladi. So'zda yozma harflar bir-biri bilan tutashtirilib, bir-biri bilan butun zanjir hosil qiladi. Ammo bu zanjir so'zlarda imlo belgilari, tutuq belgisi, ko'chirish belgisi, ya'ni chiziqcha bilan bo'lgan o'rinlarda uziladi. Qo'l harakati to'xtab, belgilar qo'yilgandan keyin harakat davom etadi. Mazkur belgilarni so'zni yozish jarayonida qo'yib borish, harflarning ustiga qo'yiladigan ishorani esa so'zni yozib bo'lgandan keyin uni o'qib turib qo'yish tavsiya etiladi. Yozma bosh harflarda qo'l harakati kichik harflarni yozishga nisbatan ko'proq uziladi. Ayrim harflarning unsurlari esa qo'shib yoziladi. Tutashtiruvchi belgilar cho'ziladi va hokazo. Ko'rinadiki, bu ish oson emas. Buning uchun muttasil ishlash lozim. O'qituvchi o'quvchilarga doimiy topshiriqlar berishi
zarur. Shundagina ko'zlangan manzilga erishiladi. Lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosidagi yozma kichik va bosh harflar yozuvda bir-biri bilan tutashtirilishi jihatdan ikki guruhga ajratiladi. Tarkibida tutashtiruvchi unsuri bo'lgan harflar va tutashtiruvchi unsuri bo'lmagan harflarga bo'linadi. Bunday harflarga tutashtiruvchi unsur yozuv jarayonida qo'shib yoziladi. Tutashtiruvchi unsurli kichik harflar o'zidan keyingi harf bilan qayeridan tutashtirilishga ko'ra 3 guruhga bo'lib yoziladi. Birinchisi, ustki qismidan tutashtiriladigan harflar. Bunday ikki chiziq asosiy chiziqlar orasiga yoziladigan harflarning bo'yi 4 mm, eni esa 3 mm dan iborat bo'ladi. O'rta qismidan tutashtiriladigan harflar ikkinchisi, ya'ni bular ikki chiziqdan yuqoriga ko'tarilib yoziladigan harflarning bo'yi 8 mm, pastga tushadiganlarniki esa 7 mm dan iboratdir. Va uchinchisi, ostki qismidan tutashtiriladigan harflar. Ya'ni bular ostki qismidan harflarni ilmog'i asosida tutashtirilib yoziladi. Bosh harflarning tutashtirilishiga ko'ra esa yozma bosh harflarning bo'yi 8 mm dan iborat bo'ladi. Ular o'zidan keyingi kichik harflar bilan tutashtiriladi. Ya'ni bosh harflar o'z tarkibida tutashtiruvchi unsuri bor yoki yo'qligiga ko'ra ikki guruhga bo'linadi. Tutashtiruvchi unsurli bosh harflar, tutashtiruvchi unsursiz bosh harflar. Tutashtiruvchi unsursiz bosh harflarga yozish vaqtida esa unsur qo'shib yoziladi. Tutashtiruvchi unsurli bosh harflar quyidagi harflardan iborat: A, E, G va hokazo harflarimiz. Tutashtiruvchi unsursiz bosh harflarimiz esa ular yozish jarayonida aytganimizdek tutashtiruvchi unsur qo'shib yoziladi. Bular esa quyidagi harflarimizdan iborat: N harf birikmasi yozma bosh shakli o'zbek so'zlarida ishlatilmaydi, ya'ni qo'llanilmaydi. Bu tovush bilan so'z boshlanmaydi. Ba'zi chet so'zlarda ikki mustaqil fonemani bildiradi, xolos. Endi siz bilan kichik yozma harflarning o'ng va chap tomondan tutashtirilishi haqida gaplashamiz. Harflarni tutashtirib yozish deganda odatda kichik va bosh harflarning o'zidan keyingi harfga, o'ng tomonidagi harfga tutashtirishi nazarda tutiladi. Aslida esa harflar yozuvda har ikki tomonidan ham tutashadi. Bunga erishish uchun ayniqsa kichik harflarni shakllantirishda chizilgan chiziq ustidan qo'l harakatini davom ettirib tutashtiruvchi nuqtagacha olib borish kerak bo'ladi. Ostki qismidan tutashtiriladigan harflar o'zidan oldingi va keyingi harflar bilan. Bundan faqatgina Z, R, H hamda S harfi mustasno. Quyidagicha tutashtiriladi. Masalan, biz ma, el, ek kabi so'zlarda buni yaqqol misol tariqasida ko'rishimiz mumkin. Unli harflar o'zidan keyingi harflarni yuqori qismiga tutashtiriladi. Tutashtirish jarayonida harflarning yuqori qismidan tugunchak hosil qilinadi. Mazkur harflarni S harfi bilan tutashtirganda tutashtiruvchi harfning unsuri bilan
S harfining yuqori qismidan tutashtirilib, so'ng uning etak qismi cho'ziladi. Harf O hamda V harflari yuqori qismidan tutashtiriladigan harflar o'zaro hamda o'zidan keyingi ostki qismidan tutashtiriladigan harflarning ustki qismidan tutashtiriladi. V harfidan oldin A, L, E, I harflari kelganda V harfining ostki qismiga tutashtiriladi. Bularni quyidagi misollarda biz ko'rib o'tishimiz mumkin. O harfidan keyin esa O harfi esa yuqori qismiga tutashtiriladi. O harfini O harfi kabi yuqori qismidan tutashtiruvchi unsuri qo'shib yoziladi. Harflarni ko'rish, o'qishda avval uning yuqori qismiga ko'z tushadi. Ana shu holni e'tiborga olib, harflarni tutashtirishda imkoniyat bo'lgan o'rinlarda ularning yuqori qismidan emas, ostki qismidan tutashtirishga harfning yuqori qismida chiziqchalarning imkoniyati bor darajada oz bo'lishiga ham ana shu tez chiqmay qoldi. O'sha yerni kesing. E'tibor berish zarur. Bunda biz harfning o'zidan oldingi harf bilan tutashtirilishini nazarda tutdik. Ma'lumki, savod o'rgatish davrida o'quvchi gapni bosh harf bilan yozish, so'zning satriga sig'may qolgan qismini keyingi qatorga ko'chirish, kishilar, ism, sharifi hamda hayvonlarga qo'yilgan nomlarda bosh harf ishlatilishini amaliy tarzda o'rganadi. Chiroyli yozuv darslarida so'zlar, gaplar, matnlar yozish, ularning imlosini tekshirishi, orfografik ziyraklikni asta-sekin shakllantirib boradi. Insonning yozma nutqi harflar orqali shakllanadi. Xat darslarda savodli yozuv, grafik malakalar bilan shakllantirilishi asosiy vazifa hisoblanadi. Har bir harfning aniq yozilishi yozuvning aniq va ravonligini ta'minlaydi. Shuningdek, o'quvchilarga uyga beriladigan topshiriqlarni ham oldindan rejalashtirib qo'yish kerak. Berilgan topshiriq o'quvchilarni mustaqil ravishda mashq bajarishga va o'tilgan dastur materiallarni mustahkamlab borishga o'rgatib borish lozimdir. O'quvchilarni charchamasligiga ahamiyat bermay qo'yish oqibatida o'quvchi toliqadi, harakatlari sustlashadi, xati xunuklashadi. O'quvchilarning xati ko'p xatolarga yo'l qo'yib yozishga majbur bo'ladi. Shu sababli charchashning oldini olish vaqti bilan jismoniy mashqlar o'tkazish, dam olish daqiqalarini o'tkazib borish zarurdir. Jismoniy mashq izchil o'tkazib borilsa, keyin esa yozishga kirishilsa, o'quvchilarning ish qobiliyati tiklanadi va darsga qiziqishi ortadi. Xullas, ish faoliyati davrida qo'l harakatini mashq qildiruvchi jismoniy mashqlardan foydalanish chiroyli yozuvga o'rgatishning asosiy shartlaridan biridir. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur.